Assalomu alaykum Arzon Jorvani YouTube'dagi obunachilar, Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahidon mol bozoridan olingan va sotilgan mollarni video syomkalarini qo'yamiz. Videoni boshidan bittadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. 2026-yil 4-avgust haftani seshanba kunida video syomkalarimiz bo'lyapti. Videoda aracha ko'rib tursangiz narxlarni bilamiz. To'ychak kelyapti. Neç pul bo'ldi? 18 milyon 800 ming so'm bo'ldi. Obunachilar erkak. Barakasi bersin, keyingidan ko'rsatamiz. Neç pul bo'ldi aka xunaji? 20 milyon so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Neç pul bo'ldi buqa? 20 milyondan bo'ldimi? Jupi 40 milyon so'm bo'ldi. Obunachilar olgan sotgan Alloh barakasi bersin. 20 milyon so'mdan. Boylari biri 25 dan kelaveradi. Biri 35. Keyingilarni ko'rsatam. Xunojinda zo'r kelyapti. Necha pul bo'ldi aka? 32 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Necha puldan qaytdi aka? 24 milliondan qaytdi. Obunachilar barakasi bersin. Keyingilarni ko'rsatam. Shved tag'i zo'r. Necha pul bo'ldi dedingiz aka? 30 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Necha puldan bo'ldi otlar? 19 milyon so'mdan. Bu necha pul bo'ldi aka? 18 milyon so'mga. Kattasi 10 milyon, kichkinasi. Keyingilarni ko'rsatamiz. Greenford kelyapti, narxini bilamiz. Obunachilar, bittadan like bosib tursangiz yurmaydigan, arqonga tushmagan ekan. Necha pul bo'ldi aka? Narxini bilishmas ekan, shu apraga. Aka necha pul bo'ldi to'ychoq? 13 milyon so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Obunachilar sigir kelyapti, narxini bilamiz. Aka necha pul bo'ldi? Narxini bilishmas ekan shu apraga. Novvas narxini bilamiz. Aka necha pul bo'ldi? Qaytdi ukam. Necha puldan qaytdi? 32 milyon so'mdan qaytdi. Obunachilar barakasi bersin. Necha pul bo'ldi aka? Bilmayman. Bilishmas ekan shu apraga. Necha pul bo'ldi bu qancha bu? Narxi obuna. Narxi yo'q ekan, bebaho ekan. Keyingidan ko'rsataman. Obunachilar navbatdagi xunojilar narxini bilamiz. Aka necha puldan bo'ldi? 48 bo'ldi shtasi. Shtasi 48 milyon so'm bo'ldi. Obunachilar barakasini bersin. Bitta German shved haqiqa zo'r kelyapti, narxini bilamiz. Aka necha pul bo'ldi? 28 milyon. Necha oylab bo'g'az aka? 5 oylab bo'g'az 28 milyon so'm bo'ldi. Obunachilar barakasini bersin. Keyingidan ko'rsatamiz. Necha pul bo'ldi buqa? 28 milyon bo'ldi. Arzon chorva. 25 milyon. Bo'g'azmi? Ya bu 16 milyon bo'g'az ketdi. Ha, 16 milyon so'm. Necha pul bo'ldi aka? Necha pul? 22 milyon so'm. Necha pul bo'ldi? 7 milyon so'm. Necha pul bo'ldi aka? 11 milyon 500 mingdan bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Necha puldan bo'ldi aka bu? Hammasi 11 yarim. Necha pul bo'ldi aka bu? Endi bozorga qaytib ketishyapti ekan. Keyingidan ko'rsatamiz. Obunachilar keyingi mollarimiz narxini bilamiz. Aka necha pul bo'ldi? 20 million 500 ming bo'ldi. Necha pul bo'ldi aka? 19 milyon 200 ming. Necha pul bo'ldi aka? 24,5 million so'm bo'ldi. Barakasi bersin. Keyingidan ko'rsatamiz. Zaxt arzonchi. Gap yo'q. Like. Aka necha pul bo'ldi bu? 25. 25 milyon so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Bu qo'yaga. Keyingilarga ko'rsatamiz. Aka necha pul bo'ldi bu? Aka jupi 23 bo'ldi. 23 milyon. 11,5 dan bo'ldimi? Barakasi bersin. Necha puldan bo'ldi aka? 3 milyon 500 mingdan bo'ldi. Barakasi bersin. Necha puldan bo'ldi aka? 58 milyon bo'ldi. Necha oylik bo'g'az aka? 5 oylikdan bo'g'az 58 milyon bo'ldi. Barakasi bersin. Keyingilarga ko'rsatamiz. Aka necha puldan bo'ldi bu qola? 21 dan. 21 milyondan bo'pti. Simental shved Mickey Mouse. Bitta xunojini ham bormi? Keyingilarga ko'rsatamiz. Obunachilar yugurib kelishlarga qaranglar. Aka necha pul bo'ldi? 33. Necha pul bo'ldi aka? 33 milyondan bo'pti. Aka necha pul bo'ldi? 21 milyon bo'pti. Barakasi bersin sotqanlar. Aka necha pul bo'ldi? 18 milyon bo'pti. Barakasi bersin. Necha puldan bo'ldi aka sigirlar? Necha puldan bo'ldi? 11 milyondan bo'ldi. Necha puldan bo'ldi aka buzolar? 12,5 dan. 12,5 milyondan bo'ldi. Obunachilar 5 tasi barakasi bersin. Aka necha pul bo'ldi bu? Necha puldan?
67,5dan bo'libdi. Taroziga nech pul bo'ldi aka? 13 million bo'libdi. Barakasi bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar o'ng qaranglar, kattadan ovoz kelyapti. Nech pul bo'ldi aka? Narxini bilishmasak. Nech pul bo'ldi aka? Obunachilar navbatda mollar narxini so'raymiz. Aka nech pul bo'ldi? 14 million 600 ming bo'libdi. Barakasi bersin. Nech puldan bo'ldi bu qachalar? Sotilmadi. Keyingilarni ko'rsatamiz. Nech puldan bo'ldi aka shvedlar? Nech puldan bo'ldi? 38 milliondan bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Nech pul bo'ldi tog'atoy? 15 million 400 ming bo'ldi. Barakasi bersin. Nech puldan bo'ldi? 3 million so'mdan qaytib sotilmadi. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka nech pul bo'ldi? 30 million. Necha oylik bo'g'az? 9 oylik. 9 oylik bo'g'az ekan. Nech pul bo'ldi Ojbatoy? 14 million 500 ming bo'ldi. Barakasi bersin. Nech pul bo'ldi Xunaji? 32,5 million so'm bo'ldi. Barakasi bersin. Ikkitasi. Mana shu ikkalasi jupmi? Jup. Aka nech puldan bo'ldi Xunajon? Nech pul bo'ldi? 13,5 million so'm. Obunachilar hammaning chorvasiga Alloh barakasini bersin deb biz videolarimizni tugatdik. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun ham obuna tugmachasini ezib qo'yish eslashmasin. Namangan To'raqo'rg'on Shoydan mol bozoridan video chekamiz qilindi.